Transfer bombasi. Fenerbahçe Shomurodov uchun 3 yulduz va millionlarni tikmoqchi. Yangi mavsumda ham Turkiya Superligasida zafar quchishni, ham Yevropa Chempionlar Ligasida muvaffaqiyatli ishtirok etishni maqsad qilgan Fenerbahçe klubi hujum chizig'ini chin ma'noda portlatmoqchi. Istanbulliklar jamoaning hujumkorligini oshirish va oldingi chiziqdagi raqobatni kuchaytirish uchun o'tgan mavsumda Turkiya Superligasi to'purari bo'lgan Eldor Shomurodovni o'zlarining bosh transfer nishoni sifatida belgilab olishdi. Fenerbahçe klubi prezidenti Aziz Yildirim o'zbek hujumchisiga shaxsan qiziqish bildirmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Ismoil Kartal ham Eldorning nomzodini to'liq ma'qullaganidan so'ng klub rahbariyati Istanbul Başakşehir uchun umuman kutilmagan va dahshatli taklif tayyorladi. Shomurodovni qo'lga kiritish uchun Fenerbahçe bir yo'la 3 ta top futbolchisidan voz kechishga tayyor. Cengiz Under, Turkiya milliy terma jamoasi a'zosi. Chag'lar Suyunju, Turkiya milliy terma jamoasi a'zosi. Rodrigo Becao, braziliyalik tajribali himoyachi. Bundan tashqari Aziz Yildirim ushbu 3 yulduzning ustiga Başakşehirni qoniqtiradigan darajada kattagina badal puli ham qo'shib berishni rejalashtirgan. Fenerbahçe rahbariyati Eldorni olish orqali hujumni kuchaytirish bilan birga hozirgi tarkibdagi ayrim hujumchilardan voz kechib, jamoani qisqartirmoqchi. Turkiyaning nufuzli sports.com va fotomag.com.tr saytlarining xabar berishicha, Aziz Yildirim klub prezidentligi saylovi oldidan muxlislarga bergan va'dasini bajarish, ya'ni jamoaga Vedat Muriki va Eldor Shomurodov juftligini olib kelish uchun bor kuchini safarbar qilgan. Biroq Başakşehir o'z to'prarini osonlikcha qo'yib yubormoqchi emas. Zero ular Eldorni Romadan sotib olish uchun anchagina xarajat qilishgan edi. Yakunlangan mavsumda raqiblar darvozasiga naqd 20 ta gol urgan Eldorning bozori ayni paytda juda qizigan. Avvaliga hujumchi uchun 10 million yevro so'ragan Başakşehir rahbariyati unga bo'lgan da'vogarlar soni ortib borayotganini ko'rib, narxni birdaniga 15 million yevroga ko'tarib oldi. Aziz Yildirim shu hafta oxirida Istanbul Başakşehir xo'jayini Göksel Gümüştag bilan shaxsan uchrashib, ilk rasmiy taklifni o'rtaga tashlaydi. Lekin Fenerbahçe bu yo'lda jiddiy kurashishga to'g'ri keladi. Chunki Eldor Shomurodovga Turkiyaning yana bir grandi Trabzonspor hamda Saudiya Arabiston klublaridan ham juda jozibali va moliyaviy tomonlama baquvvat chorlovlar mavjud. Ko'ramiz, Shomurodov yangi mavsumni qaysi grand safida boshlarkan. Navbatdagi yangiliklarni biz bilan kuzatib boring.